Bugun men pensiya olayotgan har bir inson uchun juda muhim masalani tushuntiraman. 1 yilgacha nimani tekshirib, nimani rasmiylashtirib qo'ymasangiz, pulingiz kechikishi, noto'g'ri hisoblanishi yoki ayrim to'lovlar vaqtincha to'xtab qolishi mumkin. Bu gap faqat yoshga doir pensionerlarga emas, nogironlik pensiyasi olayotganlarga, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilarga, shuningdek ota-onasining pensiyasini ishonchnoma bilan olib yuradigan farzandlarga ham tegishli. Men sizga qo'rqitish uchun emas, oldindan ogohlantirish uchun gapiryapman. Chunki amaliyotda odamlar ko'pincha pul yo'qolgandan keyin yuguradi. Aslida esa ko'p muammo oddiy tekshiruv bilan oldindan hal bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosing. Chunki bu ma'lumot sizning oilangizdagi kamida bitta pensionerga albatta kerak bo'ladi. Avval qanday edi? Ilgari ko'p jarayonlar qog'oz hujjat, mahalla ma'lumotnomasi, bankdagi eski ma'lumotlar yoki pensiya jamg'armasidagi papkalarga qarab yuritilardi. Pensioner yashash joyini o'zgartirsa ham, familiyasi o'zgarsa ham, bank kartasi muddati tugasa ham, ba'zan to'lov bir muddat eski tartibda davom etaverardi. Kimdir naqd pul olardi, kimdir plastik kartaga olardi. Kimdir pensiyasini farzandi orqali ishonchnoma bilan oldirardi. Bunday tizimda xatolar ko'p bo'lardi, lekin ayrim xatolar darrov bilinmasdi. Hozir esa vaziyat boshqacha. Davlat idoralari o'rtasida ma'lumotlar ko'proq elektron almashilmoqda. Pensiya, nafaqa, kompensatsiya va boshqa ijtimoiy to'lovlar bo'yicha shaxsning pasport ma'lumoti, yashash manzili, bank rekviziti, tiriklik holati, nogironlik muddati, ishonchnoma muddati, ishlayotgan yoki ishlamayotgani kabi ma'lumotlar bazalar orqali solishtiriladi. Shu sababli eski hujjatdagi bitta xato ham to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Iyulgacha degan muddatning mohiyati shunda yilning ikkinchi yarmiga o'tishda ko'plab to'lovlar, qayta hisob-kitoblar, bank kartalari, imtiyozlar va ijtimoiy reyestr ma'lumotlari yangilanadi. Men buni oddiy qilib aytaman. Sizning pensiyangiz o'z vaqtida to'liq va muammosiz tushishi uchun iyulgacha o'zingiz haqingizdagi asosiy ma'lumotlarni bir marta tartibga solib qo'yishingiz kerak. Bu ishni cho'zsangiz keyin nega pul tushmadi? Nega kam tushdi? Nega qo'shimcha pul berilmadi degan savollar bilan idora yurishga to'g'ri keladi. Birinchi navbatda pensioner o'z pensiyasining qaysi asosda to'lanayotganini bilishi kerak. Yoshga doir pensiyami? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Chunki har bir to'lov turida xavfli joylar boshqacha bo'ladi. Masalan, yoshga doir pensiyada asosiy muammo bank kartasi. Yashash manzili va staj bo'yicha qayta hisob-kitob bo'lishi mumkin. Nogironlik pensiyasida esa tibbiy ko'rik muddati tugashi, nogironlik guruhi qayta tasdiqlanmasligi yoki ma'lumot elektron bazaga kech tushishi muammo keltiradi. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasida esa o'quvchi yoki talaba farzandining o'qishi davom etayotganini tasdiqlash zarur bo'lishi mumkin. Men ko'p uchratadigan birinchi holat. Pensionerning bank kartasi muddati tugagan. Lekin u buni sezmagan. Masalan, otaxon 2 million 100 ming so'm pensiya oladi. Kartaning amal qilish muddati iyun oyida tugaydi. U esa karta qo'limda turibdi-ku, demak ishlaydi deb o'ylaydi. Iyul oyida pensiya o'tkazilganda bank hisob varag'i faol bo'lmasa yoki karta yangilanmagan bo'lsa, pul darrov qo'lga tegmasligi mumkin. Pul yo'qolib ketmaydi, lekin kechikadi. Pensioner uchun esa 5 kunlik kechikish ham dori-darmon, kommunal to'lov va oziq-ovqat masalasida katta muammo. Ikkinchi holat, yashash manzili o'zgargan, lekin pensiya jamg'armasi yoki bankdagi ma'lumot yangilanmagan. Masalan, ona Samarqand viloyatidan Toshkent shahriga qizining uyiga ko'chib kelgan. Pasportda vaqtincha ro'yxatga turish bor, lekin pensiya hujjatlarida eski manzil qolgan. Keyin biror tekshiruv, qayta hisob yoki hujjat so'rovi bo'lganda xat keladi, lekin eski manzilga boradi. Pensioner esa bundan bexabar qoladi. Natijada kerakli tasdiq vaqtida berilmaydi va to'lov vaqtincha to'xtatilishi yoki qo'shimcha pul kechikishi mumkin. Uchinchi holat, ishonchnoma bilan pensiya olish. Ko'p oilalarda keksa ota yoki ona o'zi bankka bora olmaydi. Farzandiga ishonchnoma beradi. Bu qonuniy va qulay. Lekin ishonchnomaning muddati bor. Agar muddat 10-iyunda tugasa, 1 iyuldan keyin farzand pensiyani ola olmaydi. Bank yoki pochta ishonchnoma muddati tugagan deydi. Bu yerda hech kim yomonlik qilmayapti. Shunchaki hujjatning kuchi tugagan bo'ladi. Shuning uchun ishonchnoma bilan pensiya olayotganlar 1 iyulgacha albatta muddat tekshirishi kerak.
To'rtinchi holat nogironlik muddati. Nogironlik pensiyasi oladigan insonlar, ayniqsa muddati belgilangan guruhdagilar tibbiy ijtimoiy ekspertiza hujjatlarini o'z vaqtida yangilashi kerak. Masalan, bir fuqaroning nogironlik guruhi 2025 iyungacha belgilangan. U qayta ko'rikdan iyulda o'taman deb o'ylaydi. Ammo tizimda muddat tugagan ko'rinsa, iyul pensiyasi to'xtab qolishi yoki kechikishi mumkin. Keyin qayta tiklanadi. Lekin pensioner bir oy asabiylashadi, hujjat yig'adi, navbat kutadi. Shuning uchun muddat tugashidan oldin harakat qilish kerak. Men birinchi navbatda quyidagi pensionerlarga hushyor bo'lishni maslahat beraman. Bank kartasining muddati yaqinlashganlar. Yaqinda pasport yoki ID karta almashtirganlar, yashash joyini o'zgartirganlar, pensiyasini boshqa odam ishonchnoma bilan olib berayotganlar, nogironlik guruhi muddati bor bo'lganlar, bog'chisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan o'quvchi yoki talabalar, ishlab turgan pensionerlar, chet elga uzoq muddatga ketgan yoki qaytib kelgan pensionerlar, familiyasi, ismi yoki otasining ismi hujjatlarida turlicha yozilganlar. Kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Agar sizning bank kartangiz faol bo'lsa, hujjatlaringiz yangi bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, pensiya har oy muntazam tushayotgan bo'lsa va sizda muddati tugaydigan nogironlik yoki ishonchnoma bo'lmasa, katta xavotirga o'rin yo'q. Lekin baribir bir marta tekshiruv zarar qilmaydi. Men doim shuni aytaman. Pensioner uchun eng to'g'ri yo'l pul tushmasa boraman emas, pul tushmay qolmasin deb oldindan tekshiraman bo'lishi kerak. Real misol keltiraman. Bir ayol oyiga 1.270.000 so'm pensiya oladi. Unga qo'shimcha ravishda ayrim imtiyozli to'lovlar ham bor. U pasportni ID kartaga almashtirgan, lekin bankka yangi ma'lumotni bermagan. Bank hisobida eski pasport raqami qolgan, pensiya tushadi. Ammo karta bo'yicha ayrim amaliyotlarda muammo chiqadi. Keyin bank ma'lumotni yangilang deydi. Agar bu ishni oldindan qilsa, 10 daqiqalik ish. Kech qolsa, navbat, ariza, telefon, qayta borish bilan bir necha kun ketadi. Yana bir misol. 72 yoshli ota pensiyasini naqd shaklda olib kelgan. Keyin unga karta ochilgan, lekin karta faollashtirilmagan. Farzandlari karta ochilgan-ku deb o'ylagan. Ota esa PIN koddan foydalanishni bilmagan. Natijada pul bor, lekin odam undan foydalana olmaydi. Bu ham pulni yo'qotishning bir shakli. Chunki inson o'z vaqtida dori olmaydi. Qarz so'raydi, asab bo'ladi. Shuning uchun bank kartasi faqat ochilgan bo'lishi emas, ishlayotgan bo'lishi kerak. Eng xavfli nuqta birinchi, bank rekvizitlari. Pensionerning hisob raqami yopilgan bo'lsa, karta bo'laklangan bo'lsa, karta muddati tugagan bo'lsa yoki bank ma'lumotida shaxsiy hujjat eski bo'lsa, to'lov kechikadi. Buni tekshirish uchun bankka borib, mening pensiya kartam faolmi? Hisobimga to'lov qabul qilinadimi? Pasport ma'lumotim yangimi deb so'rash kifoya. Agar mobil ilova ishlatsangiz, unda karta muddati va holatini ko'rish mumkin. Lekin ko'p pensionerlar uchun eng ishonchli yo'l bank bo'limiga borish. Ikkinchi xavfli nuqta hujjatlardagi ism familiya xatolari. Masalan, bir joyda O'g'loy, boshqa joyda Uguloy, uchinchi joyda O'g'loy deb yozilgan bo'lishi mumkin. Yoki otasining ismi bir hujjatda bor, boshqasida yo'q. Elektron tizimlar bunday farqni ba'zan alohida shaxs deb ko'rishi mumkin. Natijada ma'lumotlar avtomatik mos kelmaydi. Bu ayniqsa eski pasport, nikoh guvohnomasi, mehnat daftarchasi va yangi ID karta orasida ko'p uchraydi. Agar bunday farq bo'lsa, 1 yilgacha pensiya jamg'armasi bo'limida yoki davlat xizmatlari markazida maslahat olish kerak. Uchinchi xavfli nuqta ish staji va ish haqi bo'yicha ma'lumotlar. Ayrim pensionerlar ilgari pensiya tayinlanganda hamma staj kiritilmagan bo'lishi mumkin. Keyin arxivdan hujjat topiladi, qo'shimcha staj tasdiqlanadi, pensiyani qayta hisoblash imkoni paydo bo'ladi. Lekin odam buni bilmaydi. Masalan, 35 yil ishlagan insonning hujjatda 30 yil staji hisoblangan bo'lishi mumkin. Farq kichik ko'rinsa ham, oyma-oy pensiyada seziladi. Agar oyga 10.000 so'm farq chiqsa, bir yilda 9-6 ming so'm bo'ladi. Bu pulni yo'qotmaslik uchun staj masalasini tekshirtirish kerak. To'rtinchi xavfli nuqta ortiqcha to'lov. Ba'zan pensioner noto'g'ri ma'lumot sabab ortiqcha pul olgan bo'lishi mumkin. Keyin tizim buni aniqlasa, ortiqcha to'langan summa keyingi pensiyalardan ushlab qolinadi. Masalan, odam ishlayotganini vaqtida bildirmagan yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan talaba o'qishni tugatgan, lekin ma'lumot yangilanmagan. Keyin 3 oy yoki 6 oy o'tib ortiqcha to'lov aniqlanadi. Davlat
bu pul noto'g'ri to'langan deb ushlab qolishi mumkin. Shuning uchun faqat pul kam tushmasin deb emas, keyin qarzdor bo'lib qolmaslik uchun ham ma'lumotni to'g'ri yuritish kerak. Hamma pensionerga bir xil qo'yda ishlamaydi. Masalan, doimiy nogironlik guruhi belgilangan inson har yili qayta ko'rikdan o'tmasligi mumkin. Lekin baribir bank kartasi, pasport, yashash manzili va hisob ma'lumotlari uning uchun ham muhim. Yoki yoshga doir pensiya oluvchi odamga talabalik ma'lumotnomasi kerak emas. Ammo u ishonchnoma bilan pul oldirayotgan bo'lsa, ishonchnoma muddati alohida xavf bo'ladi. Chet el masalasi ham nozik. Agar pensioner uzoq muddat chet elda bo'lsa, pensiya to'lovi tartibi bank kartadan foydalanish va shaxsning tiriklik holatini tasdiqlash bo'yicha qo'shimcha talablar bo'lishi mumkin. Men bunday holatda hammasi avtomatik bo'ladi deb o'tirishni tavsiya qilmayman. Chet elga chiqishdan oldin pensiya jamg'armasi bo'limidan o'z holatingiz bo'yicha aniq tartibni so'rang. Chunki bir kishi 10 kunga davolanishga ketsa, boshqa kishi 8 oy farzandinikida yashasa, huquqiy oqibat bir xil bo'lmasligi mumkin. Ishlayotgan pensionerlar ham alohida e'tiborli bo'lishi kerak. Ba'zi hollarda pensiya to'liq to'lanadi. Ba'zi qo'shimcha to'lovlar esa ish holatiga bog'liq bo'lishi mumkin. Men bu yerda bitta narsani aniq aytaman. Ishga kirganingizni, ishdan chiqqaningizni yoki mehnat shartnomangizdagi o'zgarishni yashirmang. Elektron tizimlar baribir buni ko'rishi mumkin. Yashirsangiz bugun foyda ko'rgandek bo'lasiz, ertaga esa ortiqcha to'lov ushlab qolinishi mumkin. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida eng ko'p muammo o'qish bilan bog'liq. Masalan, farzand kollej yoki universitetda kunduzgi bo'limda o'qiyotgan bo'lsa, pensiya davom etishi mumkin. Lekin o'qishdan chetlatilgan, akademik ta'til olgan, sirtqi ta'limga o'tgan yoki o'qishni tugatgan bo'lsa, holat o'zgaradi. Bu ma'lumot vaqtida berilmasa, keyin ortiqcha pul masalasi chiqadi. Shuning uchun iyulgacha o'qish joyidan ma'lumotnoma kerakmi, yo'qmi? Albatta aniqlashtirish kerak. Yana bir nozik joy. Pensioner vafot etgandan keyin karta orqali pul yechish. Men buni ochiq aytaman. Bu juda xavfli va noqonuniy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Agar inson vafot etgan bo'lsa, uning pensiyasi bo'yicha alohida tartib bor. Oila a'zolari dafn puli, o'linmay qolgan pensiya yoki meros bilan bog'liq masalalarni qonuniy yo'l bilan hal qilish kerak. Karta PIN kodi bizda bor edi, yechib oldik degan yondashuv keyin katta muammoga aylanishi mumkin. Endi eng muhim qismga o'taman. 1 iyulgacha nima qilish kerak? Birinchi qadam, hujjatlarni stolga qo'ying va tekshiring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, bank kartasi, ishonchnoma bo'lsa ishonchnoma, nogironlik hujjati bo'lsa tibbiy ijtimoiy ekspertiza ma'lumotnomasi, mehnat daftarchasi yoki stajga oid hujjatlar, yashash manzilini tasdiqlovchi ma'lumotlar. Har bir hujjatda ism, familiya bir xil yozilganmi, muddat tugamaganligi. Raqamlar mosmi, shuni ko'ring. Ikkinchi qadam, bank kartasini tekshiring. Kartaning old tomonda yoki ilovada amal qilish muddati yoziladi. Agar muddat iyul yoki yaqin oylarda tugasa kutmang. Banka boring va kartani almashtiring. Bank xodimiga bu karta pensiya tushadigan kartami? Yangi karta ochilgandan keyin pensiya shu hisobga tushaveradimi? Yoki rekvizitni pensiya jamg'armasiga berishim kerakmi? deb aniq savol bering. Chunki ayrim banklarda karta yangilanganda hisob raqami o'zgarmasligi mumkin. Ayrim holatlarda esa yangi rekvizitni yetkazish kerak bo'ladi. Uchinchi qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli mas'ul idoraga murojaat qiling. Men maslahat beradigan savollar shunday. Mening pensiya ishimda pasport ma'lumotlarim yangimi? Manzilim to'g'rimi? Bank rekvizitim faolmi? Pensiyam bo'yicha qayta hisoblashga asos bormi? Menda muddat tugaydigan hujjat bormi? Bu savollarni oddiy qilib yozib oling va borganingizda bittalab so'rang. Og'zaki eshitib chiqib ketmang. Kerak bo'lsa ariza qoldiring. 4-qadam, ishonchnomani tekshiring. Agar siz ota-onangizning pensiyasini olib berayotgan bo'lsangiz, ishonchnoma qachoncha amal qilishini ko'ring. Muddati tugashiga yaqin bo'lsa, notariusga oldindan boring. Keksa insonning o'zi bora olmasa, notariusni uyga chaqirish tartibi bor yo'qligini so'rang. Bunda pensionerning shaxsi, roziligi va hujjatlari aniq bo'lishi kerak. Ishonchnomani oxirgi kungacha qoldirmang, chunki biror hujjat yetishmasa vaqt ketadi. 5-qadam, nogironlik muddati bo'lsa, tibbiy ko'rik masalasini kechiktirmang. Oilaviy poliklinika, davolovchi shifokor yoki tibbiy ijtimoiy ekspertiza tartibi bo'yicha qaysi hujjat kerakligini so'rang. Tahlillar. Shifokor xulosasi
kasallik tarixi, davolanish bo'yicha hujjatlar oldindan yig'ilishi kerak. Bu ishni 1 iyulga bir kun qolganda boshlasangiz ulgurmasligingiz mumkin. 6-qadam staj va qayta hisob kitobini tekshiring. Agar sizda ilgari hisobga olinmagan ish yillari bo'lsa, arxiv ma'lumotnomasi, mehnat daftarchasi, ish joyidan buyruq nusxasi yoki ish haqi ma'lumotlari bo'lsa, ularni olib boring. Mening pensiyamni qayta hisoblash mumkinmi? deb ariza yozing. Ariza yozishdan qo'rqmang. Ariza bu janjal emas. Bu sizning qonuniy huquqingizni tekshirdirish vositasi. 7-qadam telefon raqamingizni yangilang. Ko'p odamlar buni mayda narsa deb o'ylaydi. Aslida bank SMS xabarlari, davlat xizmatlari bildirishnomalari, ariza holati haqidagi xabarlar telefon raqamga keladi. Agar raqam eski bo'lsa, xabar boshqa odamga ketadi yoki umuman yetib bormaydi. Shuning uchun bankda ham, davlat xizmatlari tizimida ham faol telefon raqamingiz turganini tekshiring. Agar pensiya jamg'armasiga borsangiz, arizani murakkab yozish shart emas. Masalan, shunday mazmunda yozish mumkin. Mening pensiya to'lovlarim bo'yicha shaxsiy ma'lumotlarim, bank rekvizitlarim va pensiya miqdorim to'g'ri hisoblanganini tekshirib berishingizni so'rayman. Agar staj bo'yicha masala bo'lsa, taqdim etayotgan hujjatlarim asosida ish stajimni qayta ko'rib chiqib, pensiya miqdorini qayta hisoblash imkoniyatini tekshirib berishingizni so'rayman deb yoziladi. Bankda esa yozma ariza shart bo'lmasligi mumkin. Lekin so'rashingiz kerak bo'lgan gap aniq. Pensiya tushadigan hisob raqamim faolmi? Karta muddati qachon tugaydi? Yangi karta kerak bo'lsa pensiya tushishida uzilish bo'lmaydimi? Agar bank xodimi hammasi joyida desa ham, siz karta muddati va telefon raqami yangiligini alohida tekshirtiring. Davlat xizmatlari markaziga borganda esa pasport ma'lumotlari, yashash manzili, elektron raqamli imzo, Mayponkov, uz kabinetiga kirish imkoniyati kabi masalalarni tekshirish mumkin. Agar pensionerning o'zi internet ishlatmasa, farzandi yordam berishi mumkin, lekin shaxsiy ma'lumotlarga ehtiyot bo'lish kerak. Parol, SMS kod, bank karta PIN kodini begona odamga aytmaslik kerak. 1-iyulga yaqin pensiyangiz to'xtab qolmasligi uchun kartangiz raqamini ayting. SMS kodni yuboring, pulni oshirib beramiz. Hujjatingizni tezlashtirib beramiz degan firibgarlar ko'payishi mumkin. Men qat'iy ogohlantiraman, hech qachon telefon orqali karta raqami, amal qilish muddati, CVV kod, SMS kod yoki PIN kodini aytmang. Pensiya jamg'armasi yo'q bank xodimi sizdan bunday ma'lumotlarni so'ramaydi. Agar kimdir men idoradanman, pulingiz to'xtaydi, hozir kodni ayting desa, darhol telefonni qo'ying. O'zingiz bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling yoki yaqin bo'limga boring. Keksa ota-onangizga ham buni tushuntiring. Firibgarlar aynan pensionerlarning ishonuvchanligidan foydalanadi. Bir daqiqalik shoshilish bir necha million so'm zarar keltirishi mumkin. Demak, 1-iyulgacha eng muhim ishlar: bank kartasini tekshirish, pasport va manzil ma'lumotlarini yangilash, ishonchnoma muddatini ko'rish, nogironlik yoki o'qish hujjatlari tugamayotganini aniqlash, pensiya miqdori va staj bo'yicha qayta hisoblash imkoniyatini so'rash. Bu ishlar qiyin emas, lekin ularni vaqtida qilmasangiz, pensiya kechikishi, qo'shimcha to'lov chiqmay qolishi yoki ortiqcha to'lov keyin ushlab qolinishi mumkin. Men ekspert sifatida sizga eng oddiy, lekin eng foydali maslahatni beraman. 1-iyulgacha bir kun ajrating va hujjatlaringizni tartibga soling. O'zingiz pensioner bo'lsangiz, bugunoq boshlang. Ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga yordam bering. Qo'shningiz yoki qarindoshingiz yolg'iz yashasa, bu ma'lumotni unga ham tushuntiring. Ba'zan odam pulini qonunni bilmagan uchun emas, oddiy muddatni o'tkazib yuborgan uchun yo'qotadi. Sizning hududingizda pensionerlar ko'proq qaysi muammoga duch kelyapti? Karta, ishonchnoma, nogironlik hujjati, staj yoki bankdagi kechikishmi? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida berilgan maslahat kimningdir pensiyasini saqlab qolishi mumkin.